BMW Bayerische Motorenwerke. Bola. Nima salom, bugungi videoda biz yangi serverni obzor qilamiz. Do'stlar, kirishni ko'rsataman sizlarga. Mana shu server. Mana shu IP-ni sizlarga kiradi. Hop, kirasizlar. Mana do'stlar. Hop. Login. Uzr, yog'ini ko'rsataman. Mana do'stlar, kattagina server. Bro, login. It's BMW, not BMW Bayerische Motorenwerke. Berildi. Hop do'stlar, var PvP deyasizlaring. Mana PvP'si ham kattagina. Bemalol PvP qilishlar mumkin. Qaysi vaziyatda foydalanuvchi birinchi yordam do'stlar, mana maza qilib mayn qilishlar mumkin. Resurslarni qaranglar, ko'pligini kuchayish ham oson. Bemalol maza qilib kuchayishlar mumkin. Hop, kitlar bor, bemalol. Hop, men olgan edim, shuning uchun olinmayapti. Do'stlar, kirib video orqali sizlarga ham kit berish mumkin. Kattagina server bemalol o'ynashlar mumkin. Yana bular hali tayyor bo'lgan yo'q ekan. Yaqinda tayyor bo'ladi. Bemalol kirib maza qilib o'ynashlar mumkin. Yangi server. Ertaga boshlangan ekan mana. Buni bosamiz. İşlemayapti-ku. Berishimiz. Artapa berishgan ekan. It's BMW, not BMW Bayerische Motorenwerke. Do'stlar, mana anchagina pluginlar bor ekan. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta ishlanyapti ekan.